Assalomu alaykum. Odatda siz qaysidir ishni amalga oshirishni rejalashtirasiz, lekin mana shu ishni amalga oshirishni o'rniga sizda dangasalik paydo bo'ladi. Ya'niki siz ko'proq uxlashga harakat qilasiz, ko'proq dam olishga harakat qilasiz, yo bo'lmasam qo'lingizdagi telefoningizga ko'proq bog'lanib qolasiz. Sizga mana shu holat tanishmi? Xo'sh, nimaga shunday bo'ladi? Agarda siz bundan oldin shunga o'xshash ishlarni amalga oshirgan bo'lsangiz va bunday ishlarni amalga oshirish jarayonida siz qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz va mana shu ishni bajarganingizda bu ishingizning natijasi siz xohlagandek bo'lmagan bo'lsa va siz o'zingizdan ko'nglingiz to'lmagan bo'lsa, meni qo'limdan kelmadi, men uddalay olmadim degan tushunchalar sizda qolib ketgan bo'lsa, unda sizda har doim qaysidir ishni boshlashdan oldin sizda demak kortizol gormonlari ko'proq ishlab chiqarilishni boshlaydi. Ya'niki sizni tanangiz himoyani yoqadi. Yana siz o'sha tushkun holatga tushmasligingiz uchun, yanayam o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yo'qolmasligi uchun, ya'ni o'zingizdan norozi bo'lmasligingiz uchun bu tananing himoyasi hisoblanadi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Tasavvur qiling, siz rejalashtirgan ish bu bir katta fil va siz bu filni maydalashingiz kerak. Ya'niki siz bajarishingiz kerak bo'lgan ishni bir nechta qismlarga bo'lishingiz kerak. Misol uchun, hamma ishni darrov birdaniga qilishim kerak deb rejalashtirmang. Har qanday katta ishni kichkina qismlarga bo'lib bajarishga harakat qiling. Ya'ni agarda siz mana shu ishni bajaraman, ya'ni kichikroq ishni bajarishim kerak deb o'zingizga buyruq bersangiz, bunda sizda katta darajada stress hosil bo'lmaydi. Ya'niki sizni tanangiz himoyani yoqmaydi. Bunda sizda kuchli dangasalik uyg'onmaydi, chunki siz oldingizga qo'ygan maqsadingiz juda ham katta emas. Siz ongingizga kichkina maqsadlarni ko'rsatasiz va sizning ongingiz mana shu kichkina ishlarni ko'rganda sizda deyarli hech qanday dangasalik paydo bo'lmaydi va mana shu ishingizni kichkina qismini bajarganingizdan so'ng nima bo'ladi? Siz mana shu ishni amalga oshirganingizdan so'ng sizda sizning ruhiyatingiz ko'tariladi. Ya'niki men uddaladim, men qila oldim degan tushuncha paydo bo'ladi sizda. Va o'zingizga nisbatan ishonchingiz oshishni boshlaydi va xuddi shunday qilib mana shu ishni ikkinchi qismiga o'tishingiz mumkin va siz keyingi qismga o'tganingizda ham qaysidir ishlarni amalga oshirganingizdan so'ng, ya'niki siz qaysidir ishni uddalay olganingizdan so'ng sizni demak tanangizda dopamin gormonlari ishlab chiqishni boshlaydi. Ya'niki dopamin gormonlariga bizning tanamiz har doim ehtiyoj sezadi. Dopamin gormonlari bu baxt gormonlari, xursandchilik gormonlari. Har doim siz qaysidir ishni uddalay olganingizda sizda dopamin gormonlari ishlab chiqariladi va qanchalik sizda dopamin gormonlari ko'proq ishlab chiqarilsa, mana shunda sizda tushkunlik bo'lmaydi, o'zingizga nisbatan ishonchsizlik bo'lmaydi va sizda asosiysi dangasalik bo'lmaydi. Sizda ko'proq kuch, g'ayrat kelishni boshlaydi. Demak, siz o'zingizni rag'batlantirib, mana shu har bir bajargan ishingizni ko'rib, bundan yana ham zavq olishni boshlaysizda va keyingi ishlarni amalga oshirishni boshlaysiz va xuddi mana shunday sxemada agarda siz ish olib boradigan bo'lsangiz, mana shundan keyin siz ko'proq rejalashtirgan ishlaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi.